Bugun men barcha pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Pensiya guvohnomasi bilan bog'liq tartib o'zgarmoqda. Ayrim holatlarda qog'oz guvohnoma talab qilmaydi yoki bekor qilinadi. Ma'lumotlar elektron tizim orqali tekshiriladi. Bu xabar har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, vasiylariga, nogironligi bo'lgan shaxslarga, boquvchisini yo'qotganlik, pensiyasini olayotgan oilalarga bevosita taalluqli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bu mavzuni oddiy tilda, kim xavotir olmasligi kerak, qaysi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin, qayerga murojaat qilish lozimligini batafsil aytib beraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday ma'lumotlar ko'pchilikka vaqtida yetib bormasa, odamlar keraksiz ovora bo'lib qoladi. Avval ko'p yillar davomida pensioner ekaningizni tasdiqlash uchun alohida pensiya guvohnomasi muhim hujjat hisoblanardi. Masalan, biror imtiyozdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, dorixonada chegirma so'rasangiz, transport, sanatoriy, kommunal to'lov, ijtimoiy yordam yoki boshqa xizmatlarda pensioner maqomini ko'rsatish kerak bo'lsa, odamlar odatda pensiya guvohnomasini olib yurardi. Bu guvohnomada fuqaroning familiyasi, ismi, otasining ismi, pensiya turi. Ba'zan pensiya tayinlangan sana, tegishli tashkilot belgisi va boshqa ma'lumotlar bo'lardi. Lekin hozir davlat xizmatlari va ijtimoiy himoya tizimi bosqichma-bosqich raqamlashtirilmoqda. Bu nimani anglatadi? Endi ko'p ma'lumotlar qog'oz hujjat orqali emas, elektron bazalar orqali aniqlanadi. Ya'ni fuqaro pensionermi yoki yo'qmi, qaysi turdagi pensiya oladi, unga pensiya tayinlanganmi, to'lovlar davom etyaptimi? Bularning ko'pi tegishli idoralar axborot tizimlarida ko'rinadi. Shuning uchun ayrim holatlarda qog'oz pensiya guvohnomasini ko'tarib yurish, uni yangilash, yo'qotib qo'ysa qayta olish kabi jarayonlar asta-sekin o'z ahamiyatini yo'qotmoqda. Bu yerda eng muhim savol shunday: pensiya guvohnomasi bekor qilinsa, pensiyaning o'zi ham bekor bo'ladimi? Men aniq aytaman. Yo'q. Guvohnoma bekor qilinishi pensiya to'lovi bekor qilinadi degani emas. Guvohnoma bu faqat maqomni tasdiqlovchi hujjat bo'lgan. Pensiya esa qonuniy asosda tayinlangan pul to'lovi. Agar sizga pensiya tayinlangan bo'lsa, kerakli shartlar saqlanib turgan bo'lsa, to'lovlar elektron tizim orqali davom etadi. Odamlar ko'pincha guvohnoma bekor bo'lsa, ertaga pensiyam to'xtab qoladimi deb xavotir qiladi. Bunday vahimaga tushmaslik kerak. Lekin o'z ma'lumotlaringiz to'g'ri kiritilganini tekshirishtirish juda muhim. Ilgari pensioner biror idoraga borsa, pensionerligingizni tasdiqlang deyishsa, sumkasidan qog'oz guvohnomani chiqarib ko'rsatardi. Agar guvohnoma eskirgan, yirtilgan, yo'qolgan yoki undagi ma'lumot o'zgargan bo'lsa, masalan, familiya almashgan bo'lsa, odam yana pensiya jamg'armasi bo'limiga borishi, ariza yozishi, surat yoki boshqa hujjatlar olib kelishi mumkin edi. Bu ayniqsa yoshi katta odamlar uchun noqulay edi. Qishloq joyda yashovchi pensioner tuman markaziga boradi, navbat kutadi. Bir hujjat yetishmasa yana qaytadi. Yo'l haqi, vaqt, sog'lik, bularning barchasi odamga og'irlik qiladi. Hozirgi o'zgarishning mazmuni shundaki, pensioner maqomini tasdiqlash tobora elektron ma'lumotlar orqali amalga oshirilmoqda. Ya'ni idora xodimi yoki xizmat ko'rsatuvchi tashkilot tegishli tizimdan ma'lumotni tekshirishi kerak. Bu pensioner uchun qulay bo'lishi kerak. U har doim qog'oz guvohnoma olib yurmaydi, yo'qotib qo'ydim deb xavotir qilmaydi. Guvohnoma yaroqsiz bo'lib qoldi deb qayta rasmiylashtirishga majbur bo'lmaydi. Ammo amaliyotda bitta muammo bor. Hamma joyda elektron tizim bir xil tez ishlamasligi mumkin. Ba'zi tashkilotlar hali eski odat bo'yicha qog'oz hujjat so'rashi mumkin. Ba'zi xodimlar yangi tartibni to'liq bilmasligi mumkin. Ba'zi pensionerlarning ma'lumotlari bazada noto'g'ri ko'rinishi yoki umuman ko'rinmasligi mumkin. Masalan, ismda bitta harf xato bo'lsa, tug'ilgan sana noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, pasport yoki ID karta ma'lumoti yangilanmagan bo'lsa, tizim pensioner maqomini darhol topmasligi mumkin. Shuning uchun men pensionerlarga endi hech narsa kerak emas deb beparvo bo'lishni maslahat bermayman. To'g'ri yondashuv shunday: qog'oz guvohnoma ahamiyati kamaymoqda. Lekin elektron ma'lumotlar tozaligi va shaxsiy hujjatlar tartibli bo'lishi yanada muhim bo'lyapti. Birinchi navbatda oddiy yoshga doir pensiya olayotgan, pasport yoki ID kartasi yangilangan, pensiyasi bank kartasiga yoki pochta orqali muntazam kelayotgan, oxirgi vaqtda familiya, yashash joyi, hujjatlari o'zgarmagan fuqarolar katta xavotir olmasligi mumkin. Masalan, olim 6 yoshli Akmal aka har oy pensiyasini bank kartasidan oladi.
ID kartasi bor, yashash manzili o'zgarmagan. Bunday holatda guvohnoma bekor bo'lishi Akmal akaning pensiyasi to'xtaydi degani emas. U faqat pensioner maqomini tasdiqlashda qog'oz hujjat o'rniga elektron tekshiruvdan foydalanishi mumkinligini bilib qo'ysa kifoya. Ikkinchi guruh albatta tekshirtirib qo'yishi kerak bo'lganlar. Bular yaqinda pasportini ID kartaga almashtirganlar, familiyasini o'zgartirganlar, boshqa tumanga ko'chib o'tganlar, pensiya turini o'zgartirganlar, nogironlik guruhi qayta belgilanganlar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha oilada farzand yoshi, o'qish holati yoki vasiylik hujjatlarda o'zgarish bo'lganlar. Chunki elektron tizimda ma'lumotlar aynan shu holatlarda yangilanmagan bo'lishi ehtimoli ko'proq. Masalan, Dilbar opa 62 yoshda, ilgari pasportida familiyasi turmush o'rtog'ining familiyasi bilan yozilgan. Keyin ID karta olayotganda hujjatlarda transliteratsiya o'zgargan. Oldingi hujjatda Yuldasheva, yangi hujjatda Yo'ldosheva yoki lotin yozuvida boshqa shaklda ko'rinishi mumkin. Agar idoralar bazasida eski yozuv turgan bo'lsa, ayrim tekshiruvlarda ma'lumot mos kelmay qolishi mumkin. Bu pensiya yo'qoladi degani emas. Lekin xizmatdan foydalanishda tizimda chiqmadi degan gap eshitilishi mumkin. Shuning uchun bunday odamlar pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, ma'lumotlar mosligini tekshirtirish kerak. Uchinchi guruh ayniqsa ehtiyot bo'lish kerak bo'lganlar. Ishonchnoma orqali pensiya olayotganlar, uzoq muddat chet elda yurganlar, yashash manzili bo'yicha ro'yxatda muammo bo'lganlar, bank kartasi boshqa shaxsda turganlar. Pensionerning o'zi kasalligi sababli idoraga bora olmaydigan holatlar. Chunki bunday vaziyatlarda qog'oz guvohnoma bekor qilinishi emas, balki shaxsni tasdiqlash, tiriklik fakti, vakolat, ishonchnoma va to'lovlarni qonuniy olish masalasi asosiy ahamiyatga ega bo'ladi. Birinchi misol, Mahmud ota 70 yoshda Toshkent viloyatida yashaydi. U dorixonaga borib, pensionerlar uchun beriladigan chegirma yoki ijtimoiy xizmatdan foydalanmoqchi bo'ldi. Oldin guvohnomasini ko'rsatardi. Endi dorixona yoki xizmat ko'rsatuvchi joy elektron tizim orqali tekshirishi mumkin. Agar Mahmud otaning ma'lumotlari bazada to'g'ri bo'lsa, undan ortiqcha hujjat talab qilinmasligi kerak. Lekin tizim ishlamasa yoki xodim eski tartibni talab qilsa, Mahmud ota xotirjamlik bilan mening pensioner maqomim elektron bazada tekshiriladi. Iltimos tegishli tartib asosida ko'rib bering deb aytish mumkin. Yonida ID karta bo'lsa, bu yetarli asos bo'ladi. Ikkinchi misol. Saodat opa nogironlik pensiyasi oladi. Uning nogironlik guruhi muddatli belgilangan bo'lsa, bu yerda muhim jihat bor. Qog'oz pensiya guvohnomasi bekor bo'lishi Saodat opaning nogironlik muddati avtomatik cheksiz bo'lib qoladi degani emas. Agar tibbiy ijtimoiy ekspertiza tomonidan qayta ko'rikdan o'tish sanasi belgilangan bo'lsa, o'sha sana muhimligicha qoladi. Saodat opa guvohnoma endi kerak emas ekan deb qayta ko'rik muddatini o'tkazib yuborsa, to'lovlarda muammo paydo bo'lishi mumkin. Demak, nogironlik pensiyasi olayotganlar uchun guvohnomadan ham muhimroq narsa bu ekspertiza xulosasi va uning muddati. Uchinchi misol, Rustam aka 14 yoshda yaqinda boshqa tumanga ko'chib o'tdi. Pensiyasi kartaga tushadi. Shuning uchun manzil o'zgarsa ham baribir pul kelaveradi deb o'ylaydi. Ko'p hollarda to'lov davom etishi mumkin, lekin ijtimoiy xizmatlar, mahalla orqali beriladigan yordamlar, ayrim kompensatsiyalar, sanatoriy yo'llanmalari manzilga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar elektron bazada eski manzil qolsa, Rustam aka yangi hududdagi xizmatlardan foydalanishda qiyinchilikka duch keladi. Shuning uchun ko'chib o'tgan pensionerlar ro'yxatdan o'tish ma'lumotini va pensiya ishida yangi manzil aks etganini tekshirtirish kerak. 4-misol, 25 yoshga to'lmagan farzand boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. Farzand 22 yoshga yetgandan keyin agar kunduzgi ta'limda o'qisa, ayrim holatlarda pensiya davom etishi mumkin. Bu yerda pensiya guvohnomasi bor yoki yo'qligi hal qiluvchi masala emas. Hal qiluvchi masala o'qish to'g'risidagi ma'lumot, ta'lim shakli, yosh chegarasi va tizimga kiritilgan hujjatlardir. Agar talaba o'qishni tashlasa, sirtqi ta'limga o'tsa yoki ma'lumot vaqtida taqdim etilmasa, to'lov to'xtashi mumkin. Shuning uchun bunday oilalar har o'quv yili boshida kerakli ma'lumotlarni tekshirtirishi kerak. Men eng muhim narsalarni oddiy qilib tushuntiraman. Birinchidan, pensiya guvohnomasi alohida qog'oz hujjat sifatida bekor qilinishi yoki amaliyotdan chiqarilishi pensiya huquqini bekor qilmaydi. Pensiya huquqi yosh, ish staji,
sug'urta badallari nogironlik holati boquvchini yo'qotganlik. Qonunchilikda belgilangan boshqa asoslar bilan belgilanadi. Guvohnoma esa faqat tasdiqlovchi vosita edi. Ikkinchidan, sizning asosiy hujjatingiz ID karta yoki pasport bo'lib qoladi. Hozir ko'p tizimlarda shaxs aynan ID karta ma'lumotlari orqali aniqlanadi. Agar ID kartangiz muddati o'tgan, familiyangiz hujjatlarda turlicha yozilgan tug'ilgan sana noto'g'ri, JSHR raqami bo'yicha muammo bo'lsa, pensioner maqomini tekshirishda ham muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun pensiya guvohnomasi bekor bo'ldi degan xabarni eshitgan odam birinchi navbatda mening shaxsiy ma'lumotlarim to'g'rimi deb o'ylash kerak. Uchinchidan, pensioner maqomini tasdiqlash kerak bo'ladigan joylarda sizdan ortiqcha qog'oz talab qilinayotgan bo'lsa, darhol janjal qilish shart emas. Lekin o'z huquqingizni bilib, xodimdan tartibni elektron bazadan tekshirishni so'rash kerak. Agar tashkilot baribir eski guvohnoma talab qilsa, ularning qaysi normativ hujjatga asosan talab qilayotganini so'rashingiz mumkin. Ko'pincha oddiy savolning o'zi masalani hal qiladi. Chunki xodimlar ham yangiliklarni amaliyotga sekin o'tkazishi mumkin. To'rtinchidan, eski pensiya guvohnomangiz bo'lsa, uni darhol tashlab yuborishni maslahat bermayman. Qonuniy kuchi pasaygan yoki talab qilinmaydigan bo'lsa ham, ayrim joylarda o'tish davrida eski hujjat qo'shimcha tasdiq sifatida foyda berishi mumkin. Uni uyda saqlab qo'ying, lekin uni yo'qotib qo'ygan bo'lsangiz, vahima qilmang. Asosiy masala sizning pensiya ishingiz va elektron bazadagi ma'lumotlaringizdir. Bu mavzuda odamlar ko'pincha e'tibor bermaydigan bir nechta nozik nuqta bor. Birinchi nozik nuqta. Imtiyoz bilan pensiya olish va oddiy yoshga doir pensiya olish bir xil emas. Masalan, ayrim kasblarda ishlaganlar, zararli mehnat sharoitida bo'lganlar, harbiy xizmat, ichki ishlar, ta'lim, tibbiyot yoki boshqa maxsus yo'nalishlarda alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Bunday pensionerlar uchun guvohnoma emas, pensiya tayinlangan asoslar va elektron hujjatlar muhim. Agar keyinchalik ish staji bo'yicha nizoli holat chiqsa, arxiv ma'lumotlari, mehnat daftarchasi, ish haqi haqidagi ma'lumotnomalar kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik nuqta. Pensiya miqdori bilan pensioner maqomi alohida masalalar. Guvohnoma bekor qilinsa, pensiya miqdori avtomatik oshmaydi yoki kamaymaydi. Pensiya miqdori qayta hisoblash uchun alohida asos bo'lishi kerak. Masalan, qo'shimcha ish staji topildi. Ilgari hisobga olinmagan ish haqi hujjati aniqlandi. Qonunchilikda indeksatsiya bo'ldi. Eng kam pensiya miqdori o'zgardi. Shuning uchun kimdir guvohnomalar bekor bo'lyapti. Endi hammaga yangi pensiya hisoblanadi desa, bunday gapga ishonmang. Har bir qayta hisoblash alohida ariza va asos bilan qilinadi. Uchinchi nozik nuqta, bank kartasi va pensiya guvohnomasi bir narsa emas. Ba'zi pensionerlar kartam bor, demak hammasi joyida deb o'ylaydi. Bank kartasi pul olish vositasi. Pensiya maqomi esa pensiya jamg'armasi va tegishli elektron tizimlarda yuritiladi. Agar bank kartangiz muddati tugasa, karta yo'qolsa, plastik bloklansa, bu pensiya huquqingizni yo'qotmaydi. Lekin pulni olishda vaqtinchalik muammo bo'ladi. Bunday vaziyatda bankka borib kartani yangilash, zarur bo'lsa pensiya jamg'armasiga to'lov rekvizitlarini aniqlashtirish kerak. To'rtinchi nozik nuqta. Ishonchnoma orqali pensiya olish. Agar pensionerning o'zi yura olmasa, farzandi yoki yaqin qarindoshi ishonchnoma bilan pensiyani olsa, guvohnoma bekor bo'lishi ishonchnoma talablarini bekor qilmaydi. Vakilning vakolati hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, bank yoki pochta to'lovni bermasligi mumkin. Bu holatda odamlar pensiya guvohnomasi bekor bo'lgani uchun pul bermayapti deb noto'g'ri tushunadi. Aslida sabab ishonchnoma muddati yoki vakolat hujjatida bo'lishi mumkin. 5-nozik nuqta. Chet elga chiqib ketgan pensionerlar. Agar pensioner uzoq muddat boshqa davlatda yashayotgan bo'lsa, to'lov tartibi, tiriklikni tasdiqlash, bank hisob raqami, konsullik hujjatlari kabi masalalar alohida ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Qog'oz guvohnoma bekor bo'lgani bilan bu majburiyatlar yo'qolmaydi. Chet eldagi pensionerlar rasmiy tartibni oldindan aniqlashi, kerakli tasdiqlarni vaqtida yuborishi kerak. Endi men aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam. Shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasportingiz amaldami? Undagi familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana to'g'rimi? JSHR raqami bor va to'g'ri ko'rsatilganmi? Agar hujjat muddati o'tgan bo'lsa yoki ma'lumotlarda xato bo'lsa, avval shuni tartibga keltiring. Chunki
Elektron tizimlar aynan shu ma'lumotlar asosida ishlaydi. Ikkinchi qadam, pensiya to'lovlaringiz muntazam tushayotganini tekshiring. Bank kartangizga qaysi sanada pul tushadi? Oxirgi oyda to'liq tushdimi? Ushlab qolishlar bo'lsa nimaga ushlangan? Bularni bank ilovasi, bank filiali yoki pochta orqali bilib oling. Agar pensiya kutilgan sanada tushmasa, birinchi kuniyoq vahima qilmang, lekin kechikish davom etsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Uchinchi qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga borib, ma'lumotlaringiz elektron bazada to'g'ri aks etganini tekshirtiring. Ayniqsa, familiya o'zgargan, ID karta yangilangan, manzil almashgan, nogironlik guruh qayta belgilangan, boquvchisini yo'qotganlik, pensiyada farzand o'qish holati o'zgargan bo'lsa, bu qadam juda zarur. Murojaat qilganda o'zingiz bilan ID karta, eski pensiya guvohnomasi bo'lsa uni, bank karta rekvizitlari, zarur hollarda nikoh yoki ajrim guvohnomasi, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, nogironlik bo'yicha xulosa, o'qish joyidan ma'lumotnoma, ishonchnoma kabi hujjatlarni oling. 4-qadam, agar sizdan qog'oz pensiya guvohnomasi talab qilinsa, xotirjam tarzda yozma asos so'rang. Masalan, iltimos, qaysi tartib yoki hujjat asosida aynan pensiya guvohnomasini talab qilayotganingizni tushuntirib bering deb ayting. Agar xizmat elektron tekshiruv orqali ko'rsatilishi kerak bo'lsa, sizning ID kartangiz asosida ma'lumot tekshirilishi lozim. Og'za kirat javobi bilan cheklanib qolmang. Kerak bo'lsa, tashkilot rahbariga ariza yozing. 5-qadam, ariza yozishda aniq yozing. Arizada mening pensiya oluvchi sifatidagi ma'lumotlarimni elektron bazada tekshirib berishingizni, shaxsiy ma'lumotlarimda xatolik bo'lsa tuzatish choralarini ko'rishingizni so'rayman deb ko'rsatish mumkin. Agar muammo pensiya to'lovi bo'yicha bo'lsa, falon oydagi pensiya to'lovim tushmadi yoki kam tushdi, sababini tushuntirib berishingizni va qonuniy choralar ko'rishingizni so'rayman deb yoziladi. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling. Arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki belgi oling. 6-qadam, telefon orqali eshitgan xabarlarga, ijtimoiy tarmoqlardagi vahimali gaplarga darhol ishonmang. Guvohnoma bekor bo'ldi, endi pensiya ham bekor bo'ladi. Falon sanagacha bormasangiz, pulingiz to'xtaydi. Yangi guvohnoma olish uchun pul to'lash kerak degan gaplar chiqishi mumkin. Rasmiy manbani tekshirmasdan pul bermang. Notanish odamlarga hujjatlaringizni yubormang. Bank kartangiz parolini, SMS kodini, karta raqami va maxfiy ma'lumotlarni hech kimga aytmang. Pensionerlar ko'p hollarda firibgarlarning nishoniga aylanadi. Shuning uchun har qanday tezda rasmiylashtirib beraman degan taklifga ehtiyot bo'ling. 7-qadam, yaqinlaringizga yordam bering. Agar ota-onangiz, buvingiz, bobongiz pensioner bo'lsa, ularga bu yangilikni oddiy tilda tushuntiring. Guvohnoma bekor bo'lsa, pensiya yo'qolmaydi, lekin hujjatlaringiz to'g'ri bo'lishi kerak deb ayting. Ularning ID kartasi qayerda? Bank kartasi muddati qachon tugaydi? Pensiya qaysi hisobga tushadi? Ishonchnoma kerakmi? Bularni bir marta tartibga solib qo'ysangiz, keyin ko'p muammolarning oldi olinadi. Men pensionerlarga uyda bitta alohida papka qilishni maslahat beraman. Bu papkada ID karta yoki pasport nusxasi, pensiya tayinlangani haqidagi hujjatlar, eski pensiya guvohnomasi bo'lsa uning nusxasi, bank karta rekvizitlari, mehnat daftarchasi nusxasi, ish staji bo'yicha ma'lumotnomalar. Nogironlik bo'yicha hujjatlar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi uchun tug'ilganlik guvohnomalari, o'qish ma'lumotnomalari, ishonchnoma nusxasi saqlansin. Bu hujjatlar har kuni kerak bo'lmasligi mumkin. Lekin biror nizoli vaziyatda juda oz qotadi. Masalan, pensiya miqdori bo'yicha savol tug'ildi. Siz men 35 yil ishlaganman, lekin pensiyam kam deyishingiz mumkin. Bunday holatda og'zaki gap yetmaydi. Stajni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi yoki elektron bazada ish stajining bir qismi ko'rinmay qolgan bo'lishi mumkin. Agar qo'lingizda arxiv ma'lumotnomasi yoki mehnat daftarchasi nusxasi bo'lsa, masalani tezroq hal qilasiz. Yana bir misol. Pensionerning familiyasi hujjatlarda turcha yozilgan. Eski mehnat daftarchasida kiril yozuvida, pasportda lotin yozuvida, nikoh guvohnomasida boshqa shaklda bo'lishi mumkin. Bunday holatda familiya o'zgarishini tasdiqlovchi nikoh guvohnomasi yoki boshqa hujjatlar juda muhim. Agar ular tayyor bo'lsa, idorada ortiqcha borib kelish kamayadi. Demak, asosiy fikr shuki, pensiya guvohnomasi bekor qilinishi yoki qog'oz shaklida talab qilinmasligi pensioner uchun yomon xabar emas, aksincha to'g'ri ishlasa, qulaylik berish kerak.
Lekin bu qulaylikdan foydalanish uchun shaxsiy ma'lumotlar elektron bazada to'g'ri bo'lishi, ID karta amalda bo'lishi, manzil, familiya, pensiya turi, nogironlik muddati, o'qish ma'lumotlari kabi jihatlar yangilangan bo'lishi shart. Men pensionerlarga vahima qilmaslikni, lekin beparvo ham bo'lmaslikni tavsiya qilaman. Bugun aytganimda eng muhim xulosa, guvohnoma boshqa, pensiya huquqi boshqa. Qog'oz hujjatning bekor bo'lishi pul to'lovi avtomatik to'xtaydi degani emas. Ammo ma'lumotlarda xato bo'lsa, xizmat olishda qiyinchilik chiqishi mumkin. Shuning uchun hujjatlaringizni tekshiring. Kerak bo'lsa pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Arizani yozma topshiring va javobni rasmiy oling. Sizning hududingizda pensiya guvohnomasi hali ham talab qilinyaptimi yoki elektron tekshiruv ishlayaptimi? Izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa pensionerlarga ham foydali bo'ladi. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa pensionerlar, nafaqalar, imtiyozlar va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng muhim yangiliklarni sodda tilda tushuntirishda davom etaman.